Ey bola. Ey bola. Ey. Nima dedi? Qulog'ingga qo'yog'i narigi xonagacha eshitilyapti, sal pasaytir. Uzr dedi. O'g'lim buni qulog'imi tagida poqqillat-ing. Bu issiqda rosa yoqyapti-da. Xo'p. Nima asabimga o'ynab paqqillab, chappillab chaynayapsan, asabimga o'ynama. Uzr dedi, uzr. Oyog'ingni ko'tara olmay qoldingmi? Asabimga o'ynama, vijt qilib. Nariyoqqa qara yonboshla asabimga o'ynamasdan. Mana shu eski xaladayliga dirilla urib jonga tegdi-da. Valnadan bitta yangisini olaman shekilli. Parasati yo'q, traktorga ham ziynani desa qo'yammi? Yuzini Amerikan massasida urib kelaman barsaga o'xshab. Parasatni ishlatib, mana uni taqraydi endi titillatmasdan. Asabimga o'ynaysan. Men chidolmayman. Dada. Tur rahmoq uyg'onib ketadi. Nima balo qaynatangiz benzapila yutib yuborganmi? Mana uni qarang. Yurmaylama. Ya, to'g'risida mana o'sha aralaymiz, ketdi. Torting. Yur. Kelib qolinglar, mana bolajonlar uchun sharla ishirib beramiz. Jinni pochini nima qilding? Pochcha zo'r qurayotgan ekan. Vulkanizatsiyada ishlasachi, zo'r pul topadi. Bir yo'qol. Voy, adasi. Xudo xola bamisoli poyez ekan. Bu xonadonda yashab bo'lammi o'zi, opa? Qanday chidayapsiz? O'rganib ketganman. Yaqinda Ginslar kitobiga kiritilasizlar. Yana boshlandi ana. Traktorlar tirildi. Opam ham yo'q bo'libdi. Doktor akam qayerga ketmasdi? Opa, senga maslahat beraymi? Tezroq Xonsaroydan uy olib chiqib ketgin. Mana xurrachilar dastidan donni qullatasizlar. Xonsaroyda uylari pishiq bo'ladi-da. Qani qo'lingni duoga och. Otam senga chiqib ketayotganingda toshdek qotgan borgan joyingda deganmi? Toshdek qotgan, yapishib ketgan. Iloji bo'lsa uyga bormagin. Tushundingmi? Bizga ham yo'q to'sa. Yashamaylik ekanda. Bu issiqamchi yangi qilib qo'yadi yaqinda. Mahallani obodonchiligiga qarash. Assalomu alaykum raisba. Indirjit, nima gap? Yomon issiq bo'lyapti raisba. Qo'lingni tushir. Bu issiqda bu qo'lingni ko'tarmagin. Kalonkang bas beryapti. Bu issiqda oyog'im bir nafas olsin a. Bor yo'qol oyog'ingni yu. Bu issiqda oyog'ing po'palay bosib ketibdi. Ana bola bechoralar. Atalib qopti issiqda. Ko'mir olib qopsanlar-ku, aptilaring aptoga admin bo'lib qopti. Qalaysanlar? Ismlaring nima? Bolalarning senlardan dam o'tib qopti. Tez uyga kirib, salqinlanishmasang, ampamaningdan chiqib qoladi. Yugurish tez. Charog'u husningizga. Charog'u. Sen ham zombi xotinmikin deb o'ylabman, nima bo'ldi? Raisba, bugun ishxonamizda banket bor edi. Bo'yamabman shu issiqda, oqib ketdi makiyajim. Bu issiqda men ham oqib ketibman. Sizni maytingizdek narsa oqmaydimi? Boring uyga kiring. Hali yaxshimisan o'g'lim? Moskvalar tinchmi? O'g'lim, mana issiqda qanaq chiqib kelaman men bankka. Pul jo'natibsan. Sen kallangni ishlat, mana issiq meni aptimi anjanga qaratib qo'yapti. Men senga necha marta aytdim. Tezpay degan programma bor, ashini tortib ol dedim. Sen Rossiyadan turib O'zbekistonga pul jo'natsang bo'ladi o'g'lim. Keyin mana uyda kommunalka, mana gaz, svetlarni ham qarz ko'payib ketib qolgan. Ashetta turib shunday tashab qo'ysang bo'ladi. Boshqa programmalardan ko'ra kurs narxi vashli dahshat. Zo'r. Men aytganman, Tezpaydan to'lasang bo'ladi deb. Siljinglar, tarbiyalar. Sen bu ferma deyman-da. Zum 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 bola, nog'orasi bum bum bola.